Şu videoni 10 like qilsangiz video chiqadi. Bu videoda men Minecraft'dagi eksperimentlarni tekshirib ko'raman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, mana birinchi lifehackimizga kerakli narsalarni oldim. Birinchi lifehackimizga birinchi bo'lib suvni qo'yamiz. Keyin mana bunaqa instrument qurib olamiz. Keyin mana bunaqa narsa qurib olishimiz kerak. Keyin ustiga chiqamiz. Keyin jonlikka o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin bu yerdan hozir sakraymiz. Voy, tushmay qoldik. Sakradik mana do'stlar, bu lifehackimiz o'xshaydigan 1 pikselga sakrab tushib tirik qoldik. Do'stlar, men ikkinchi lifehackimizga kerakli narsalarni oldik. Hozir tekshirib ko'raman. Birinchi navbatda mushuk qo'yib olishimiz kerak ekan. Mushukka keyin baliq berishimiz kerak ekan. Bizga mushuk o'rganadi-yu, keyin shu yoqqa yotoq qo'yib olishimiz kerak ekan. Avval kechqurun qo'yaylik, keyin uxlaymiz bir yo'li. Kechqurun qo'yildi, endi yotoq qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qayoqqa qo'yamiz? Mana yerga qo'yamiz. Biz yerda loymanda qo'lim omadsizda hozir. Hozir shu yerga qo'yamiz. Qo'y yotoq. Yotoq qo'ydi, endi uxlaymiz. Kommentariyga yozinglar do'stlar, mushuk narsa olib keladimi, olib kelmaydimi? Hozir tekshiramiz. What the fuck do'stlar, olib keldi. Bo'lishi mumkin emas. Go'shtga bu lifehackimiz o'xshaydi ekan, bitishga qo'yamiz. Do'stlar, mana 3-lifehackimizga o'tib oldik. Hozir 3-lifehackimizni tekshirib ko'ramiz, narsalarni qurib. Do'stlar, nazarga borib, shunday yotoqni qo'ysanglar, jitil uxlayotgan bu lifehack o'shada bitishga qo'yamiz. Keyingi lifehackimizga kerakli narsalarni oldik. Hozir bularni tekshirib ko'ramiz. Hozir birinchi bo'lib mana bunaqa to'tiq qush qo'yamiz ekan, keyin bunga mana bunaqa cookie, ya'ni pechenye bersa zaharlanib o'lishi kerak ekan. Do'stlar, bu lifehack o'xshaydigan pichga qo'yamiz. Do'stlar, menimcha bugunga yetadi. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Shu videoga 10 like qilsa yangi video chiqadi.